Biz bugun sizlar bilan tartibga solingan hamda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni S dan boshlaymiz. Bu belgi, ya'ni 538 belgisi, axborot ko'rsatkich belgisi yondosh hudud, mahalla, ko'chalar oldiga o'rnatiladi. Bu joyda piyodalar qatnov qismidan harakatlanishiga ham ruxsat beradi. Bunisi, ya'ni V'si 516.2 piyodalar o'tish joyini bildiradi. Ya'ni tartibga solingan piyodalar o'tish joyini bildiradi. Bu joyda zebra chizig'ini oldiga o'rnatiladi. Transport vositalari bu joyda piyodalar o'tib olish uchun imkon berishlari shart. A'si esa bizni to'g'ri javobimiz, ya'ni tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyini bildiruvchi belgimiz A'si, ya'ni 120 belgisi piyodalar o'tish joyidan 50-100 metr oldinda o'rnatiladi. Piyodalar o'tish joyi borligidan albatta ogohlantiradi. Shu va shu kabi savollarni o'tkazib yubormaslik uchun Humoyun Teacher profiliga obuna bo'ling. Bu belgilarimizni imtihonga kirmoqchi bo'lgan yaqiningizga yuborib qo'ying.